Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 11-moddasi bilan tanishamiz. 11-modda. Diniy tashkilotni tashkil etish. Diniy tashkilot qonunchilikka muvofiq uning tashabbuskorlari, ya'ni ta'sischilari qaroriga ko'ra tashkil etiladi. Diniy tashkilotning tashabbuskorlari ta'sis yig'ilishini chaqiradi, unda ustav qabul qilinadi va rahbar organlar tuziladi. Diniy tashkilot ro'yxatdan o'tkazilgan paytdan e'tiboran tashkil etilgan deb hisoblanadi. Diniy tashkilot yuridik shaxsdir. Diniy tashkilotlarning O'zbekiston Respublikasi bo'yicha markaziy boshqaruv organi, diniy ta'lim muassasasi yoki mahalliy diniy tashkilot shaklida tashkil etilishi mumkin. Diniy ta'lim muassasasi ro'yxatdan o'tkazilganidan va vakolatli organning tegishli litsenziyasini olgandan keyin o'z faoliyatini amalga oshirish huquqini oladi. Diniy tashkilot belgilangan tartibda taqdim etilgan yer uchastkalarida vakolatli organ bilan kelishuvga ko'ra tashkil etiladi. Tegishli diniy professional ta'limga ega bo'lgan shaxs diniy tashkilotning rahbari bo'lishi mumkin. Bunda diniy ta'limot, diniy professional ta'lim tizimi nazarda tutilmagan konfessiyalar mustasno. Diniy tashkilotni qayta tashkil etish uning rahbar organining qaroriga ko'ra qo'shib yuborish, qo'shib olish, bo'lish, ajratib chiqarish va o'zgartirish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Diniy tashkilotni qayta tashkil etish qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.